أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Seyyiduna Cafer radıyallahu anh Necaşi bir padişah biz cahiliyet ehlidan bo'lgan bir qavm edik. Shundaq bir millatdik. Butga ibodat qildik, butlarga ibodat qildik. Ülükni yeydik, ülük hayvanlarning go'shtlarini yeydik. Ve fahişe buzuq ishlarni qildik. Sil rahim, urug' tuqqanchilik bu munosabatlarni uzatdik biz sil rahimni. Ve xo'shindarchilikqa askilik qildik, yomon muomala xo'shindarchiligimiz nachar edi. Bizning ishimizning kuchlik ojizni yeydi. Qaysimiz kuchli bo'lsak ojizni bo'za qilib yeydik. Biz ana shunday holatda yashadik, hattoki Alloh subhanahu va taolo bizga bizning ishimizdan biz uning nasibini tunuydigan, rostchiligini tunuydigan, omonatdorligini, pokligini tunuydigan birisini chiqarib bizning ishimizdan bizga payg'ambar qilib abatdi. Biz shu payg'ambar qilib abatkichi mushunda holatda yashagan edik deydi. Mushunda holatda yashagan edik. Endi bu kelgan payg'ambar bizga nimani buyurdi deganda, bizga rost gap qilishni o'rgatdi. Rost gap qilishni, omonatni ado qilishga buyurdi bizni. Sil rahim qilishga buyurdi bizni. Sil rahimni qilishga buyurdi. Va xo'shindarchilikqa, qo'shniga yaxshi muomala qilishni buyurdi. Va Alloh harom qilgan narsalardan va qondan o'zimizni yig'ishga, buningga tajovuzchilik qilmaslikka buyurdi va yaxshi qo'shnidarchilik bo'lishga buyurdi. Ve bizni buzuq ishlarga, fohisha ishlarga yaqin kelishdan bizni chekladi. Yolg'on gap qilishdan, yetimning melini yeyishdan, pok ayolga, pok beg'ubar pok ayolga tuhmat chaplashdan chekladi ve bizni yolg'iz Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishga, uningga hech bir narsani shirik keltirmaslikka buyurdi ve bizni namozga, zakotga, ro'zaga buyurdi deb bu so'zni Necaşi'ye şunday degan. Demek İslam nimaga qarindoshlar? İslam bir axloq majmuasiga qarab baqayli. Ya nurg'unlig'an shu qadar go'zal axloqlar to'plangan bir majmua bir. Shuning uchun al-iman shuning uchun deyilganki, ulamolar deganki, al-iman huval xuluq va man zada alayka fil xuluqi zada alayka fil iman dedi. Iymon degan axloqdan iborat bo'ladi. Axloqlar bu axloqdan iborat. Kimki sana axloqni ziyoda qilsa, o sana iymonda ziyoda qilgan bo'ladi. Iymonini ziyoda qilgan bo'ladi. Ulamolar shuning uchun shunday deganki, tarku daniqin min harom xayrun min 80 hajjatin ba'da al-islam. Yani bu daniq degan bir dirhamning oltidan biriga teng narsa. Shunchalik kichik hamda tilg'og'siz bir narsa. Yani shunchalik haromdan shunchalik narsani tashlash islomdan keyin 80 qitim haj qilgandan yaxshiroq deydi. O'ylab baqaylar. Yana bir asarda shunday kelganki, vallahi la an amshiya ma'a akhin fi hajatihi khayrun li min siyam shahrin wa i'tikafi fi masjidi haza. Men bir qirindishim bilan shu hojati uchun, shu qirindoshning hojati uchun, qarindishimning hojati uchun qirindishim bilan birga mengishim, hojatini ravo qilib berish uchun bir oy ro'za tutgandan va mening mushu masjidimda itikof qilganimdan yaxshiroqman. Albatta bu ro'za va itikof nafla nimani ko'rsatmoqchi? Nafli shakldagi ibodatlar. Bu nafli shakldagi bu qadar ko'p ibodatdan bir qirindishimning bir hojatini chiqish uchun, bir hojatni ravo qilish uchun mengishim shu qirindishim bilan men uchun yaxshi dedi. To'rtinchi soha bo'lsa axloq sohasi qarindoshlar. Axloq sohasi. Eng oxirgi soha yani axloq sohasi. Qur'oni Karimda Alloh va innaka la'ala xuluqin azim. Sen albatta ajoyib buyuk axloq egisisan. Nihoyat buyuk axloq ustidasan dedi. Go'zal axloq ustidasan. Shuning uchun inson mu'min eng go'zal axloqqa ega bo'lmay turib, bu axloqlarga esilmay turib, go'zal axloqlarga insof qiladigan insofdor, kamtar,
güzel ahlaklık, mutavadi, kuyumchan bir inson bo'lmay turib, hargiz va hargiz bu dinning mevasidan o'zlanmaydi. Bu dinning ta'mini hargiz tetiyolmaydi qarindoshlar. Hargiz tetiyolmaymiz. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد